Hayırlı gün canlarım. Bugün yakshanba. Balajonim o'qishdan keldi. Bir kek pishirib berish niyatim bor edi. Süt, bir bardak süt, bir bardak şeker, 3 tane yumurta. Biz laktozsiz süt ishlatamiz. Çünkü laktozsiz süt insonni rohatsiz qilmaydi, gaz qildirmaydi. Gaz bo'lgandan keyin qorinda shishiradi. O'shaning uchun laktozsiz süt ishlataman men. Siz bir bardak yog' ishlatsangiz bo'ladi. Men yarim ishlataman, chunki juda yog'li bo'lishi menga uncha yoqmaydi. Yog'ni ozroq ishlatishga harakat qilyapman. Oldin tuxumni chirpib oldim makinada. Şeker yağımı da attım. Endi sütümü de bir bardak süt koyuyorum canlarım. Ben bundan ishlataman doim. Keklar içinde judayam yaxshi shirib beradi. Ham judayam shirin undi. Hammasini bitta qilib makinada chirpdim, ko'pik qilib oldim. Birazcık un attım. Endi biraz sekin tabi bizga ko'ra qo'yishingiz mumkin. Kimdirlar judayam qattiqroq keklarni yaxshi ko'radi, kimdirlar yumshoqroq keklarni yaxshi ko'rishadi. Men yumshoqni yaxshi ko'rganim uchun, xo'jayinim va nasim ham yumshoq yaxshi ko'rishgani uchun yumshoqroq, ozroq un qo'yishga harakat qildim. Kekimizni kıvamı şu şekilde bo'ladi. Mesela judayam oqmasligi kerak yoki bir qattiq bo'lmasligi kerak. Mana shu şekilde saqizga o'xshaydi. Judayam bir zo'r qiyomga keldi. En son kabartma tozimiz bilan vanilya qo'yamiz. Judayam shirin qiladi vanilya. Judayam hidini yaxshi ko'raman. Jonlarim bu şekilde bo'ldi. Kekimizni qiyomi judayam xohlaganimdek bo'ldi. Shunaqa malakoga o'xshadi desam ham bo'ladi. Jon tabog'imga ozroq yog' surkab oldim. Chunki tepsi bizga biroz kattalik qiladi. Shuning uchun kichikroq qilishga harakat qildim. Kichkinagina bir jon tabog'im bor. O'shanga yaxshilab chekkalarim bilan birgalikda yog' surkab oldim. Kekimizi bu şekilde döküp olamiz tabağa. Judayam qiyomi zo'r chiqdi. Tam istaganimdek. Kekimizni ustini bezatish uchun jonlarim shunaqa quruq qulupnoylar bor. Sosini tayyorlab ustini bezatishim ham mumkin. Kichkina bunaqa chokoladalarim bor. U bilan ham bezatishim kerak. Hozir xo'jayinim bilan balajonimdan so'radim, ikkovlari ham chokolada deyishdi. O'shaning uchun bu safar bu chokoladani bilan bezatishga harakat qildim. Bu şekilde chokoladalarimni ham bezatdim, chiroyli qilib süsladim kekim ustini. Fırınımı oldindan ochib qo'ygandim, isisin deb 180 derecede kekimi koydum. Bir 45 dakikada inşallah kekim tayyor bo'ladi. Judayam issiq. Endi pishdimi yo'qmi deb chatal so'qib ko'ramiz. Vilka o'zbekchasi. Menimcha pishibdi. Agar chatalingizda xamir bo'lmasa pishgan bo'lardi. Endi o'chirsam ham bo'ladi fırınimda. Kekimiz pişti canlarım. Bu şekilde canlarım. Kekim judayam chiroyli shishib chiqdi. Osh bo'lsin hammamizga. Keyingi videomda ko'rishguncha sog' bo'linglar.